Hazreti İsa bu yerden ayrılıp Yahudiya ülkesini beşip ötüp Yordan deryasının o qididiki rayonlarga vardı. Onun etrafıga yana top odam yığılgan edi. Bu köpçülükке her qitimqidek ta'lim berishga başladı. Hazreti İsa'nın yeniga kelgan ba'zi farisilar uningga tuzaq qurish maqsadida bir odamning ayolini taloq qilishi Tavrat qonuniga uyg'unmi deb so'radi. Musa payg'ambar sizlarga nima deb buyurgan? Dedi Hazreti İsa. Musa payg'ambar Allahning ayolini bir parcha taloq xati yezibla taloq qilishiga ruxsat qilgan deyishdi ular. Hazreti İsa ularga tersavlig'inglardan Musa payg'ambar bu buyruqni yozgan. Xudo olamni yaratganda insonlarni er va ayol qilib yaratdi. Bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib, bir tan bo'lishi ana shu sababdandir. Shundaq ekan, er ayol ayrim ikki tan bo'lmasdan bir tandir. Shuning uchun Xudo qo'shganni inson ayirmasin dedi. Ular uyga kirgandan keyin shogirdlari bu haqda Hazreti İsa'dan yana so'radi. Hazreti İsa ularga ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Eridan ajrashib, boshqa erga tekkan ayolmi zina qilgan bo'ladi dedi.